Mulkka egalik barqarorlik asosi. Assalomu alaykum. Bugun biz ko'pchilikni qiziqtiradigan, ammo ba'zida murakkabdek tuyuladigan muhim mavzu qurilishi tugallangan bino va inshootlarga egalik huquqini rasmiylashtirish haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, siz yerga bo'lgan huquqingizni tasdiqladingiz, barcha ruxsatnomalarni oldingiz va orzungizdagi binoni qurib bitkazdingiz. Ammo bino jismonan tayyor bo'lishi, u qonunan sizniki degani emas. To'laqonli egalik huquqiga ega bo'lish uchun bir necha muhim bosqichlardan o'tish zarur. Qurilish bitgandan so'ng, birinchi navbatda bino va inshootlar foydalanishga qabul qilinishi kerak. Bu jarayon Davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mi.gov.uz orqali amalga oshiriladi. Buning uchun tegishli hujjatlar bilan Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilinadi. Murojaat mazmuni Vazirlar Mahkamasining 200 sonli qarori asosida qurilishi tugallangan obyektni foydalanishga qabul qilish bo'ladi. Arizangiz birinchi bo'lib Kadastr palatasi tuman filialiga borib tushadi. Kadastr hujjatlarini shakllantirish. Keyingi qadam bino uchun kadastr pasportini tayyorlash. Mutaxassislar bino hajmini, xonalar sonini va umumiy maydonini aniq o'lchab chiqishadi. Undan keyin bosqich esa qurilish nazorat inspeksiyasiga o'tadi. Ular qurilgan bino dastlabki tasdiqlangan loyihaga va xavfsizlik texnikasiga qanchalik mos kelishini tekshiradi. Shu yerda muhim eslatma. Agar bino loyihadan chetga chiqqan holda qurilgan bo'lsa, keyinchalik egalik huquqini olishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun loyihaga qat'iy rioya qilish muvaffaqiyat garovidir. Zamonaviy tizim tufayli hozirda ortiqcha qog'ozbozlikka o'rin yo'q. Hamma narsa elektron shaklda va shaffof amalga oshiriladi. Davlat ro'yxatidan o'tkazish. Va nihoyat, eng asosiy bosqich, egalik huquqini davlat ro'yxatidan o'tkazish. Kadastr organi tomonidan berilgan hujjatlar asosida ko'chmas mulkka bo'lgan huquqingiz reyestrga kiritiladi. Faqatgina ushbu reyestrga yozuv kiritilgandan keyingina siz ushbu mulkning to'laqonli egasiga aylanasiz. Endi siz uni sotishingiz, hadya qilishingiz, garovga qo'yishingiz yoki meros qilib qoldirishingiz mumkin. Nima uchun bu juda muhim? Ba'zilar, oz yerimda oz pulimga qurdim-ku, nima keragi bor, deb o'ylashi mumkin. Ammo qonuniy rasmiylashtirilmagan bino ozboshimchalik bilan qurilgan deb topilishi mumkin. Kommunal xizmatlarga, gaz, svet, suv ulanishda katta qiyinchiliklar tug'diradi. Xulosa qilib aytganda, qurilish bu faqat gisht qo'yish emas, balki huquqiy poydevor yaratish hamdir. Hujjatlarni o'z vaqtida va qonuniy rasmiylashtirish sizning kelajakdagi xotirjamligingiz va mulkingiz daxlsizligini ta'minlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, juda ham mamnunmiz. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormasligingiz uchun obuna bo'lishni unutmang.